Birinchi differensial tenglamamizni ishlaymiz. Differensial tenglamamiz shu ko'rinishda edi. Endi y dan hosil minus y teng bo'ladi minus x kvadratga. Ikki tomonni ham y ni minus x ko'paytirib yuborsam, qavslarni ochib yuborsam, y ni minus x ko'paygan y daraja y ni hosilasi minus, shuni plus deb yozaman, qavsda minus y ni minus x ko'paygan y deyman. Teng bo'ladi minus y ni minus x ko'paygan x kvadratga. Endi mana bu tarafimiz, chap tarafimiz birinchisidan hosila ikkinchisi qo'shuv ikkinchisidan hosila birinchisi. Ya'ni bu nimani beryapti? Y ko'paygan y ni minus x-dan hosil olsak shuni berayotganda. Bu ham teng bo'ladi minus y ni minus x ko'paygan x kvadratga. Endi ikki tomonni ham integrallaymiz. Hosila bilan integral qisqaradi. Y ko'paygan y ni minus x teng bo'ladi. Minus oldinga chiqarib yubordim. Integralda y ni minus x ko'paygan x kvadrat dx. Endi ikki qator joy taylab ketaman. Birinchi deyman. Mana buni birinchi dedim. Integral y ni minus x ko'paygan x kvadrat dx. Bu ham teng bo'lsin. Buni bo'lak qilib integrallaymiz. U dan hosila deyman y ni minus x. U teng bo'ladi minus y ni minus x ga. V teng bo'ladi x kvadratga. V dan hosila teng bo'ladi 2x ga. Endi u kira v minus y ni minus x ko'paygan x kvadrat minus integral u kira v dan hosila minus y ni minus x ko'paygan 2x dx. Soddalashtirib qo'ysak minus y ni minus x ko'paygan x kvadrat. Men minus oldinga chiqaraman, 2 ni ham oldinga chiqardim, plus 2 bo'lar ekan. Integralda y daraja minus x ko'paygan x dx. Endi buni teng deyman, ozgina joy taylayman. Ikkinchi ish deyman. Ikkinchi ishimiz mana bu ish bo'ladi. Integral y daraja minus x ko'paygan x dx teng bo'ladi. U dan hosila teng bo'ladi y ni minus x. U teng bo'ladi minus y ni minus x ga. V teng bo'ladi x ga. V dan hosila teng bo'ladi 1 ga. Demak, u kira v minus y ni minus x ko'paygan x minus integralda u kira v dan hosila minus y ni minus x ko'paygan 1. Onu qasd qilib qo'yaman. dx. Buni ham soddalashtirib qo'ysam, nima bo'ladi? Xo'p, buni soddalashtirsak minus y ni minus x ko'paygan x. Men minus oldinga chiqardim. Men minus bilan plus bo'ldi. Integralda y daraja minus x qolyapti. Bu integrallasa minus y ni minus x bo'ladi. Buni ham soddalashtirsak minus y ni minus x ko'paygan x minus y ni minus x bo'lar ekan. Endi mana buni mana bu yoqqa olib borib qo'yamiz. Minus y ni minus x ko'paygan x kvadrat plus 2 qavsda minus y ni minus x ko'paygan x minus y ni minus x bo'lyapti. Qavs yopamiz, teng deymiz. Soddalashtirsak minus y ni minus x minus 2 y ni minus x minus 2 y ni minus
x'inchisi. Mana buni x bo'lib oldi. Xo'p, soddalashtirsak, mana x kvadrat ham bo'ladi. Shunday ko'rinishga keldi. Endi mana bu bunga teng edi. Bu bunga teng edi, bu mana bunga teng. Shunga minus ta'sir ettirsam, mana bunga teng bo'lar. Y ko'paygan y'ni minus x'inchisi teng bo'lyapti. Minus ta'sir ettirsam mana bunga y'ni minus x'inchisi ko'paygan x kvadrat plus 2 y'ni minus x'inchisi ko'paygan x minus 2 y'ni minus x'inchisi minus ta'sir ettirilib plus bo'ladi. Plus c bo'ldi. Endi y'ni minus x'inchisiga qisqartirdim. Taqsim y'ni minus x'inchisi bo'ladi. Y teng bo'ladi x kvadratga plus 2x plus 2 plus c ni minus daraja tepaga plus daraja bo'ladi. Y'ni x'inchisiga. Demak, differensial tenglamamizning yechimi mana shu ekan.